Ehtiyot bo'ling, ogohlantiraman. Bu osongina qatlamalarni bir marta nonushtaga tayyorlab bersangiz, har kuni tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Chunki oila a'zolaringiz va farzandlaringiz har kuni so'rashi aniq. Siz yurechani qizartirib qo'ying, men retseptni boshlayman. Xamiri juda ham oddiy. 200 gram suv, 200 gram sut, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 choy qoshiq tuz, 800 gram vishizort un, 1 choy qoshiq razerxlitse, ya'ni pishiriq kukuni. O'rtacha yumshoqligida xamir qorib, yaxshilab ishlab beramiz. 2 marta tindirib, yaxshilab mushlangan xamirni 6 bo'lakga bo'lib, yana paketga solib 10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Ungacha 200 gram 72% slivichniy vkus margarinimizni eritib olamiz. Ana endi xamirlarimizni uzunasiga yuvqa qilib yoyib, 2,5 osh qoshiq margarindan surib, xuddi shu tariqa qatlamalarimizni tayyorlab olamiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu tariqa qatlama tayyorlash osonmi? Siz tayyorlagan bo'larmidingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Shu holatda yana paket tagiga 10 daqiqa jo'natamiz. 10 daqiqadan keyin xuddi shunaqa qilib oldin jova yordamida bosib, keyin yoyib olamiz. Tovamizga ozgina yog' solib, ikki taraflarini qiyib qizil qilib pishirib olamiz. Aytgancha ovqatga injiq farzandim challenge-ni 11-kuni Ibrohimga juda ham yoqdi. Challenge qolgan kunlarni o'tkazib o'rmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.